Bugun sizlar bilan o'rdak go'shtdan sho'rva tayyorlaymiz. Birinchi o'rinda bizga o'rdak kerak bo'ladi. Yaxshilab chayib olganimizdan keyin go'shtimizni bo'lakligi bo'lib qozonga solamiz. Ketidan piyoz va sabzini artib olishimiz kerak. Mana endi go'sht ustidan ko'madigan suv quyib, olov yoqib borsa ham bo'ladi. Endi ko'piklarni tozalab, sabzavotlarimizni ham solamiz. Ketidan bittadan dafna, bodyom va 5-6 dona butun murch solamiz. Keyin tuzni ham berib yuborsak bo'ldi. Endi olovni pasaytirib, 1,5-2 soatga miltiratib qo'yamiz. Va nihoyat sho'rvamiz ham tayyor. Yanada mazali bo'lishi uchun qaynab turgan suvga bitta pochka lag'monchalardan tashlab yubordim. Bular ham 4-5 daqiqada pishdi. Endi suzvasak bo'ldi. Bay. Qaynoqqina o'rdak sho'rvasi bilan lag'monchalik ketadi-yu. Ko'k piyoz va qalampir taomimizni yanada ishtahani ochaveradigan qiladi. Ovqat yoqqan bo'lsa, reaksiyangizni kutaman. O'rdak go'shti ham boshqacha bo'lar ekan. O'rdak go'shti hamma joyda ham sotilavermaydi. Men o'zim olgan joyimni tavsiya qilaman. Bu joy tatarcha do'kon ekan. Ot go'shtdan qazi deysmi, o'rdak go'shtimi, turfa xil mahsulotlar bor. Yoki bo'lmasa hattoki tatarcha shirinliklargacha. Eng muhimi mahsulotlar tabiiy va halol standarti bor. Do'kon nomi Kavsar. Manzil Chimgan Ekobozorda. Xullas Kavsar magazinini ko'rib oldinglar. Shunday Ekobozordan kirganingizda to'g'ri rastasini qarshisida joylashgan. Kelaverasizlar.